Piyodalar, ayniqsa talabalar ishtirokidagi ko'ngilsizliklarning oldini olish maqsadida Navoiy davlat oliygohining aniq fanlar yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Unda asosiy e'tibor harakatlanish madaniyatini yuksaltirishga qaratildi. Dastavval piyodalarning aybi bilan sodir bo'layotgan avtoavariyalar asosida tayyorlangan tahliliy lavha yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Misollar asosida yo'lni kesib o'tish tartibi, tungi vaqtlarda amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar, yo'llarda uchraydigan tuzoq tushunchasiga to'xtalib o'tildi. Soniyalik e'tiborsiz va yo'l belgilari talablariga rioya etmaslikning ayanchli yakuni haqida fikr-mulohazalar yuritilib, hamma birdek majburiyatiga amal qilsa, avtohalokatlarning oldini olish mumkinligi o'qitildi. Bunda talabalarga va menga juda ham muhim tavsiyalarni berishdi. Masalan, piyodalar qanaqa harakatlanish, yo'l qoidalari, kech tushganda qanaqa harakatlanishlar haqida bizga tushuntirishdi. Ko'p bilmagan narsalarimni o'rganib oldim. Sizlarga rahmat aytmoqchiman. Loqaydlikka berilmaslik, yo'lning belgilangan qismlaridan harakatlanib o'tish, biror to'siq panasidan kutilmaganda yugurib chiqmaslik, jamoat transportlarida harakatlanish tartiblari tushuntirildi. Shuningdek, kiberjinoyatlar va ulardan himoyalanish usullariga ham alohida to'xtalib o'tildi. Bugun ushbu jinoyatdan jabrlanayotganlarning ayanchli taqdiri misol keltirilib, telefon orqali kelayotgan turli havolalarga bilib-bilmay kirmaslik, onlayn qimor o'yinlari o'ynamaslik, karta ma'lumotlarini sir saqlash haqida ogohlantirildi. Mana bugun Navoiy davlat universiteti aniq fanlar fakultetida Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Bizning fakultetimizda 3000 dan ziyod barcha viloyatlardan talabalar kelib tahsil oladi. Bunda talabalarimiz o'zlariga kerakli bo'lgan ko'nikmalarni oldi. Targ'ibot tadbirimiz juda ham mazmunli bo'lib o'tdi. 2025-2026 o'quv yilida ham Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan targ'ibot tadbirlarini doimiy ravishda o'tkazish bo'yicha kelishib olindi. Tadbir yakunida kiberjinoyatlardan himoyalanish usullari aks ettirilgan flyer hamda bukletlar tarqatildi.